Hammasi 583 ekan, ha? Ha, hammasi 583. Orasi singan tillalar ham bor ekan. Menga operatsiyaga pul kerak edi, o'g'lim ko'zim operatsiya qildirishim kerak edi, shunga pul kerak edi. Shunga tezroq qilib berarsiz. Bo'ldi, tushundim. Qo'ldan kelgancha har doim biz o'zi yaxshiroq narx Ham beramiz. toshini ham kamroq hisoblab berarsiz. Bo'ldi. Toshlari bor ekan, uni ko'rdim. Hop, 05-06 atrofida minus bo'ladi. Men bitta uzugim ham singan dedi. Bo'ldi. Shuni ham ko'rib berarsiz. Hammasini bir xil narxda kurs bo'yicha hisoblaymiz. Qarang. Grammiga qaraymiz. Grammi 43.17 ekan. 43.17 05 1 million 100 ming narsaga qilib beraman bugun kurs bo'yicha. 46 million 937 ming chiqadi, sizga 47 million qilib bera olaman. Bu qo'limdan kelgancha. Rahmat bolam, Alloh rozi bo'lsin. Faqat tekshirib olamiz, chunki tillaringiz orasida zargarishlar bor ekan, bitta qo'l qo'yib olish kerak. Albatta tekshirib oling. Sizga ham, menga ham halol bo'lish uchun tekshirib olamiz. 5900 ketadi, xo'p. Xo'p. Xola faqatchi men kloningiz qanaqadir past chiqdi deb provasi. Shunga bir 8900 ming atrofida o'ynayapti. Endi sizga buni aytishga hijolat qilman, nima qilishga hayronman. Mayli, endi boshqa iloj qancha. Yaxshilab qilib bering, operatsiya kerak edi. Xo'sh, shunda qarang. Men minus qilmayman, mayli. Faqat duo qilib qo'yasiz, bizga klient bo'lib qolasiz, biladimi? Hop, unda 1 2 3 4 pulingizni olib keldim mana. 40 million, ham tetdi men. Agar xohlasangiz sana olishingiz mumkin, lekin sana olib keldim. Rahmat bolam, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringiz o'ngidan kelsin, yuzingiz hamisha yorug' bo'lsin. Elga manzur bo'lib yuring har doim. Rahmat bolam. Tuzalib keting. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Rahmat.